Janubiy Koreya odamlari ko'p tashqi ko'rinishiga e'tibor beradigan mamlakat. Bu ular uchun oddiy estetika emas, ba'zilari uchun bu katta imkoniyat. Ko'pchilik Seulni plastik jarrohlikning jahon markazi deb ataydi. Ba'zi klinikalar hatto chet ellik bemorlar uchun ham ishlaydi. Go'zallik bu yerda katta sanoatga aylangan. Eng qizig'i, bu yoqda ishga kirayotganingizda rezyume bilan birga sizdan rasmingizni ham so'rashadi. Sababi oddiy, birinchi taassurot bu yoqda muhim hisoblanadi. Ba'zi ota-onalar esa farzandlari maktabni bitirgach operatsiya sovg'a qiladi. Bu o'zgartirish emas ularning fikricha, kelajak uchun investitsiya. Koreyslar yoshligidan shu narsani eshitib boradi. Tashqi ko'rinish raqobatda senga ustunlik beradi, chunki bu jamiyatda raqobat juda kuchli. Lekin hamma ham buni bosim deb qabul qilmaydi. Ko'pchilik uchun bu o'z ustida ishlashning bir qismi. Tanlov esa har doim insonning o'zida qoladi. Shuning uchun Koreyada go'zallikka boshqacha qarashadi. Bu yoqda go'zallik nafaqat did, balki strategiya hisoblanadi. Tashqaridan qaraganda ideal yuzlar, ichkarida esa katta mehnat, xarajat va ba'zan kutishlar. Janubiy Koreyada birinchi bo'lib yuzinglarga qarashadi, keyin diplominglarga. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Chiroyli bo'lish zamon talabimi yoki erkin tanlovmi?